Assalomu alaykum Vodiy o'quvchi kanal kuzatuvchilari, hammalarga xayrli kun. Bugun o'sha juda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan o'sha Andijon shahridagi 52 ta radar nimaga otilgani to'g'risida YouTube platformasiga o'z videomizni joyladik. Ushbu videoda sizlar bu inson kim va nimada bu radarlarni otdi, nima sabab otdi, shu to'g'risida to'liqroq ma'lumotlarni olishlari mumkin. Albatta bu insonga o'z yordamini qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan insonlar mana ushbu insonni plastik karta raqamlari originali. Bu inson videosini qo'yib pul ishlayotgan mashinalar juda ham ko'payib ketdi. Men o'zim bir 2-3 ta ko'rdim bugun Instagramda. Shu fake akkauntlarga ishonib qolmanglar. Mana bu insonni ism familiyalari va karta raqamlari shaxsan o'zlaridan oldim. Shaxsan o'zlari bilan aloqalarga chiqib, gaplashib, nima bo'lgan to'g'risidagi holatlar bo'yicha to'liq ma'lumotlarini qo'limdan kelgancha sizlarga ochiqlab berdim. YouTube platformasiga o'tsanglar, Vodiy o'quvchilar kanali, shu platformada sizlar to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.